Homilador bo'lish, bola ko'tarish erkaklar uchun ish hisoblanmaydi. Biroz og'riqqa chidash xolos. Mayda-chuyda muammolar, soch to'kilishi, yuzdagi chipqonlar, badandagi toshmalar, tuganmas ukollar olinsa nima bo'pti? Ona o'z tanasidan yangi tug'iladigan bolaga barcha narsasini beradi. Shu tufayli o'zi ancha holdan toyadi. Kamiga isitma, shamollash, yo'tal va hech qanday holatda dori ichish mumkin emas. Bu bolaga zarar yetkazadi. Bu ham katta ish emas. Sevimli kiyimlaringizni kiya olmaysiz, hech nima to'g'ri kelmaydi. Sevimli ovqatingizni yeya olmaysiz, shunga ruxsat yo'q. Depressiya, kayfiyat o'zgarishlari shunday bo'lgan taqdirda ham biz hammasiga chidaymiz, hech kim xafa bo'lmasligi uchun. Ona o'sha 9 oy davomida o'z tanasini qurbon qiladi deb bemalol aytsa bo'ladi. Varun, siz hatto to'lg'oq og'rig'ini tasavvur ham qila olmaysiz, har qancha fantaziyangizni ishlatsangiz ham. Lekin biz hammasini tabassum bilan qabul qilishga majburmiz. Chunki shuni bilamizki, chaqaloqni bir marta ko'rganimizda hammasi shunga arzishini. Ammo erkakning homiladorlik davridagi hissasichi qay darajada bo'ladi? Onda sondagina, homilador bo'lish, bola ko'tarish erkaklar uchun ish hisoblanmaydi. Biroz og'riqqa chidash xolos. Mayda-chuyda muammolar, soch to'kilishi, yuzdagi chipqonlar, badandagi toshmalar, tuganmas ukollar olinsa nima bo'pti? Ona o'z tanasidan yangi tug'iladigan bolaga barcha narsasini beradi. Shu tufayli o'zi ancha holdan toyadi. Kamiga isitma, shamollash, yo'tal va hech qanday holatda dori ichish mumkin emas. Bu bolaga zarar yetkazadi. Bu ham katta ish emas. Sevimli kiyimlaringizni kiya olmaysiz, hech nima to'g'ri kelmaydi. Sevimli ovqatingizni yeya olmaysiz, shunga ruxsat yo'q. Depressiya, kayfiyat o'zgarishlari shunday bo'lgan taqdirda ham biz hammasiga chidaymiz, hech kim xafa bo'lmasligi uchun. Ona o'sha 9 oy davomida o'z tanasini qurbon qiladi deb bemalol aytsa bo'ladi. Varun, siz hatto to'lg'oq og'rig'ini tasavvur ham qila olmaysiz, har qancha fantaziyangizni ishlatsangiz ham. Lekin biz hammasini tabassum bilan qabul qilishga majburmiz. Chunki shuni bilamizki, chaqaloqni bir marta ko'rganimizda hammasi shunga arzishini. Ammo erkakning homiladorlik davridagi hissasichi qay darajada bo'ladi? Onda